Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 12-mart haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari soat ertalabki 7:00 da boshlanadi. Kunduzi 12 ga bozor bo'lyapti. Mana ayollar, qizlar uchun kiyimlar necha bo'lyapti mana shu birinchisi? Hammasi 35 ming nimadan? 100 mingga 3 tadan. 100 mingga 3 tadan ekan. Qayergacha? Mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu shaytadi. Hammasi. Ha, mana shu tugmasi borgadir, ha? O'zi qochib turgan endi. Mana shu yerdan boshlanar ekan, mana atlasga o'xshaganidan. Xo'p, mana shu aylanasiga, Aksiya qilyapmiz. ha, bu taraf ham 100 mingga 3 tadan ekan, 100 ming so'mga 3 tadan. Bu degani qancha endi 33 mingdan jicha oshqiroqdan tushar ekan. Donaga ham sotyapsizmi hali? Donaga necha puldan? 35 ming. Donaga xohlaganini mana shu yerda ko'ylakda tanlab oladi, 35 mingdan olaveradi. Razmerlari nechtalik? 50 dan 60 ga dur razmer. Razmerlar 50 dan 60 gacha ekan. Materiali nima? Ishdan bir. Materiali ishtampil deyapti. Haligi bunday nima deydi? Aralash. Bambugan bor ekan. Yuvsa kichkinalashib qolmaymi bu? Yo'q, yo'q. Shunaqa deydi endi. Qancha bilmadim kichkinalashishi mumkin. Lekin bular unaqa bo'lmaydi, ha? Hali aytayapti-yu. Ayamga cho'ydigan ko'ylak, bolalarimga cho'ydigan bo'lib qoldi deyapti-da haligi. Unaqangi u darajada bo'lmaydi. Unaqangi. Etagidan ozgina kirish mumkin, enidan kirmaydi bu. Ha. Endi baylar xavotir bo'lganlar bir razmer katta olishi mumkin. O'z arzon ekani mana. Telefon nomerlaring nechilik? 93lik, Telefon nomerlari 93lik 464, 464 1168. 1168 telefon nomeriga kunduzi telefon qilaverasizlar. Mana hozir bozor. Telegram ham bor. Ha, telefon qilaverasizlar ekan. Telegram, WhatsApplari ham bor ekan. Dastavka ham qilib beryapsizlarmi? Keyin dastavkani ham tushuntirib qo'yaylik. Dastavkaga mana ko'ylakdan bir dona berib yuboring desa, dastavka qilib beralishi mumkin bas. Ko'proq olsalar keyin qilib beradi. Shuni tushuntirib qo'yish kerak-da. Bir xil hali dastavka bor desa, bir dona narsa nima qilib yuboring deyishyapti ekanda. Uni yo'l kirasi ham qoplamaydi. Shuni tushuntirib qo'yish kerak. Mana donaga 35 ming so'mdan pachkaga 100 mingga 3 tadan ekan. Razmerlar nechtalik dedi sola? 5 ta. Razmerlar 5 talik ekan. Nechidan boshlab nechigacha edi? 50 dan boshlab 60 ga dur. 50 dan boshlar ekan, 60 ga to'g'ri ekan razmerlari. Faqat bular ko'ylagini o'zi, ha? Mana kelaverasizlar. 100 mingga 3 talik ko'ylaklar. Donaga 35 ming so'mdan tanlab olasizlar. Rasvetkalari ham ko'p.